Doimiy charchoq. Bu holatda bemorda doimiy kuchsizlik kuzatiladi. Bu oddiy charchoqlik emas. Bugun biz siz bilan birga 5 ta ko'p uchraydigan charchoq sabablari haqida gaplashamiz. Birinchi sabab bu temir tanqisligi yoki temir yetishmovchiligi va undan sabab kelib chiqadigan kasallik, kamqonlik yoki anemiya. Temir modda bizda kamayib ketsa, shu holat bemorda kuzatiladi. Charchash. Lekin har doim ham emas. Yaxshi gemoglobin analiz chiqib kelsa ham, ferritin ko'rsatkichi ham pasaysa, bemorda charchoq belgilari kuzatiladi. Ko'pincha bu menstruatsiya holatida yoki surunkali qon ketish holatida bemorda temir tanqisligi yoki ferritin pasayishligi kuzatilishi mumkin. Ikkinchi sabab depressiya va o'ta xavotirlik. Agar siz o'zingizda hayotdan charchadim degan his sezsangiz yoki emotsional demotivatsion holat sezgan bo'lsangiz, balkim sizda yashirilgan depressiya yoki depressiya bo'lishligi mumkin. Surunkali depressiya holati yoki yashirilgan depressiya holatlari sababsiz kuchsizlikka olib keladi. Depressiyada qayg'u bo'lmaydi. Shunchaki kuchsizlik holati kuzatiladi. Biz har doim aytib o'tamiz, fizik sog'lik va mental sog'lig'ingiz haqida ham o'ylashingiz kerak. Chunki depressiya hozirgi kunda juda ko'p uchraydi va agar o'zingizda sababsiz kuchsizlik, demotivatsion, emotsional kuchsizlik, ishtahasiz holatlarni sezgan bo'lsangiz, iltimos shifokoringizga murojaat qiling. Uchinchi sabab uglevod almashuvi buzilishi. Masalan, prediabet yoki qandli diabet. Prediabet qonda glyukoza miqdori baland va beqarorlik holat kuzatiladi. Ovqat yegandan keyin charchoq, chanqoq, terlash va bezovta bo'lish, tanada og'riqlar kuzatiladi. Prediabet yoki qandli diabet kasalligini alomatlari bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingizda shu alomatlarni sezsangiz, iltimos och qoringa glyukozani, bu degani analiz topshirishdan oldin 10 soat shirinlik yemaslik, kechki payt faqat salat yeyish mumkin, shirinlik umuman mumkin emas va glikirlangan gemoglobin analizlarini topshirib, endokrinolog mutaxassisga chiqishingiz mumkin. To'rtinchi sabab bu quvvat manbalarini yetishmovchiligi. Bu katta guruh sabab, chunki uni ichiga kaloriya yetishmovchiligi, oqsil yetishmovchiligi, vitaminlar yetishmovchiligi, yod yetishmovchiligi, masalan, qalqonsimon bez kasallik, gipotireoz holatlari ham kirib ketadi. Agar inson ko'p vaqt davomida kam ovqatlansa, kerak emas dietalarni ushlab yursa, organizm ichida energetik holat pasayib boradi va keyinchalik tez charchash va sababsiz charchash kuzatiladi. Qalqonsimon bez gipotireoz holat haqida gapirsak, bu tana vazn yig'ish, ter qurish, choch to'kilish mumkin, lekin bu holat nospetsifik. Iltimos o'zingizni adashtirib qo'ymang. Agar o'zingizda kasal alomatlarni sezsangiz, iltimos endokrinolog ko'rigiga boring. Va qo'shimcha T4 erkin, TTG analizi va qalqonsimon bez ultratovush tekshirish qilishingiz mumkin. Bu yetarli. 5-sabab bu uyqu apnoya. Apnoya bu kechasi havo yetishmovchiligi. Bemor 8 soat uxlaydi, lekin 8 soat ichida nafas olmaydi. Kelib chiqishi bu yurak qon tomir kasalligi, asab tizim kasalligi, nafas tizim kasalligi va semizlik o'ta og'ir holatlari. Agar yetarli darajada nafas olmasak, gipoksiya holatiga tushamiz, tez charchaymiz, immun tizimimiz va immun tizim himoyasi pasayadi. Keyinchalik bemor kognitiv fikrlanish belgilari ham pasayadi. Simptomlar: xura yotish, ko'p uyg'onish va keyingi kun uyqusirab yurish. Agar siz o'zingizda yoki turmush o'rtog'ingizda shu alomatlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, iltimos somnolog nevrolog mutaxassisga murojaat qilishingizni so'raymiz. Iltimos unutmang, uyqu sifatini tekshiring, uning davomiyligini emas. Charchoqlik bu simptom, inson xarakteri emas. Agar siz shu holat bilan kurashmoqchi bo'lsangiz, boshida o'zingizdan boshlang.
hayot sifati, hayot tartibi va uyqu rejimidan boshlang. Keyinchalik analizli topshirib, balkim ayrim bir moddani yetishmovchiligi yoki buzilishligini ham aniqlashingiz mumkin. Ba'zilar biologik aktiv moddalarni tartibsiz, tavsiyasiz va ko'rsatmasiz iltimos iste'mol qilmang, chunki jigar sirroziga, gepatit holatlariga olib kelishi mumkin. Doimiy charchoqni oldini olish mumkin. Muhimi, siz birinchi qadam qo'ysangiz va hayot tartibini va hayot sifatini o'zgartirsangiz va shu yerda biz sizga yordam beramiz. Hujra Telegram kanaliga obuna bo'ling va u yerda kerakli charchoqqa qarshi checklistni yuklab oling va shu checklist sizga hayot o'zgartirish uchun yordam beradi. Havolamiz izohlarda belgilangan.